Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalının ko'ruvchilari, salomatsizlarmi? Bugungi chiqarilishimizda o'sha Jalolobod shahrida joylashgan uy bilan tanishib o'tamiz. Anamizga sizlar like bosib, qo'llab qo'ysangizlar, sizlarga o'sha uy bo'yicha obzor qilamiz. Bu ko'cha Lenina ko'chasi. Bu joqda bo'lsa Nemsiya universiteti. Anan bu joqda o'sha avtovokzaldan kelgan ko'cha. Ushul svetofordan janidan burilganda ko'cha. Anan uy bo'lsa, ushul yerda 4-uy, 10 joqdan 4-uy. Do'stlar, ushul uyga dile yetib keldik. Bu joqda mana yo'ldan bo'yi ko'rib o'tasizlar. 100 metr ichkari kirgandili. Anan ushul uy. Chegarasi bo'lsa, ushul daraxtdan bu daraxtgacha ekan. O'shanda 25 metr bo'ladigan, 25,5 metr. İçkeriga bo'lsa 36 metr. Hozir bo'lsa ichini kirib ko'ramiz. Bismillah. Buna kirganda ele qorosi bor ekan, o'ng joqda kichkinakay огородчасы bor ekan. Dag'i bu sol joqda bo'lsa, cho'ngroq огорodi bor ekan. Bu yerda o'shal daraxtlar, juzumdor bor ekan. Bu yerda bo'lsa, toza suv chiqarilibdir. Огородтың içinde har turda shunday daraxtlar bor ekan. Pomidor, badırang, dag'i juzumdor egilibdir bu joqlarga. Bu yerda ek korpus ekan. Hozir bu shul korpusni ko'rib o'tamiz. Bu yerda ek komnat, dag'i bir podval bor ekan. Bu joqda o'sha lestnitsa bilan sekin chiqib boratgansiz, chiqib turib. Negizi bu yerda shunday shul yerlarda qo'noqlar o'tirsa bo'ladi. Anan ichkarida bu o'sha bir komnata eshiklari jig'ashdan jasalgan. O'zingizlar ko'rib o'tasizlar, жаңа eshiklar. Anan bu joqdagi spalni ekan. Dualdari shpaklyovka bilan jasalibdir. Anan patoloqlari bo'lsa DVP ekan, DVP. Anan bu joqda bir deraza. Komnataning razmeri 5x4. Hem keyingi bu zalga kiramiz. Bu joqda dele razmeri 1 ele. Anan dualdari bo'lsa o'shanday jiddiy обой bilan jasalibdir. Patoloqlari bo'lsa o'shanday DVP kraskalangan, bagetlar joylashtirilgan. Uyning razmeri 5x4, tag'i bir derazasi bor. Bu yerning ayanti 2,5 ga 8 metr. Bir podval bor ekan mana. Kirib ko'rsa bo'ladi. Shunday issiq joyda salqin bo'lib turadi ekan. Bu joqda kuxnya qilib, bu yerda pechka отопление bor ekan. Полный shu ek komnatalarda isitatgan. Bunda bir komnata bor desak dele bo'ladi ekan. Svet tushirilib o'tibdir, negizi tushirsa bo'ladi ekan. Bu yer 4x3,5 ekan. Buna patoloqlar shu poktor bilan утепление bo'lgan ekan. Bu komnatalar bilan tanishib o'tamiz. Bu joqda bir komnata полный жидкий обой bilan qilinibdir. Bu komnataning ayanti 3,5 ga 4 cho'ngligi. Patologi bo'lsa shu DVP bilan jasalgan. Shul yerdan kirgandili dag'i bir spalni. Bu yerning o'zgachaligi o'sha shkaflari dele içinde dual bilan qo'sha. Anan ayanti dele 3,5 ga 4. Patologi bo'lsa DVP patologida. Bu yerdan o'sha mebellar bilan cho'g'i beriladi. Shul divan, sivan полностью. Ushul yerdan dushga o'tib ketsa bo'ladi. Negiz ushul yerdan dushda eshigin tovushda bir tovush bor ekan. Ama ushul eshikda bir ochsangiz, уже dushga chiqib ketadi ekan bu joqdan. Dush. Bu yerda o'sha kirjuv turgan, полный shlangalar tutgan ekan, pariston tushgan. Issiq suv, muzaq suv bor. Negiz ushul yerdan dushga dele bu eshik bilan kirsa bo'ladi ekan. Spalni bilan dag'i, ushul yer bilan da eshik dushga kirsa bo'ladi ekan. Mana eshigi. O'zingizlar ko'rdingizlar. Bu joq bo'lsa o'sha gipsokarton bo'yicha turadi ekan. Shpaklyovka qilib qo'ysa, tayyor.
негизи үйдүн ушул жактан көрүнүшү. Ушул эки үйдүн ортосунда мына бул жакта бул жерде кичинекей кладовка бар экен. Подвалын иштетсеңиздер болот. Ушул жерден арка жакка өтөт. Бул жакта сырткы туалети бар экен. Бул жакта көптөгөн дарактар, шабдалы, анжир, өрүк, анар, ушуга окшош дарактар бар экен. Навистер көрүп атасыздар. Бир тандыры бар экен. Мына достор, үйдү да көрдүңүздөр. Сиздерге болушунча обзор кылып бердик. Эми алам десеңиздер, ушул экранга номерлерди калтырабыз. Ошол менен байланышып чалсаңыздар болот. Андан сырткары кызыл китептери, ушул документтери буюруса бар. Мектептер, садиктер, университеттер баардыгы жанында, жолдун боюнда. Өзүңүздөр билгендей эле, бул жерге дагы бизнес кылсаңыздар деле болот. Анан ушул жерде үй кылып жашасаңыздар деле болот. Бул үйдүн баасы $92,000. Калганын келишебиз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.